Har turli malohatli, go'zal, chiroyli hadislar kitobi. 370-bob. Har xil malohatli, go'zal, chiroyli hadislar. 1808-hadis. Navvos ibn Sa'mon raziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Dajjal haqida aytib berdilar. U zot goh ovozlarini pasaytirib, goh balandlatib gapirganlarida o'sha Dajjal yaqin oradagi xurmozorlardan birida bo'lsa kerak deb gumon qildik. Qachonki ertasiga u zot huzurlariga borsak, bizdagi vahimani ko'rib, "Sizlarga nima bo'ldi?" dedilar. Biz, "Ey Allohning rasuli, kecha ovozingizni goh pasaytirib, goh balandlatib Dajjal haqida gapirdingiz. Biz bu tariqa gapirganingizdan o'sha Dajjal yaqin oradagi xurmozorlardan birida bo'lsa kerak deb gumon qildik." Desak, u zot, "Dajjaldan boshqa narsa meni qo'rqitmoqda. Agar Dajjal men sizlarning ichingizda ekanimda paydo bo'lsa, o'zim uning chorasini ko'raman. Bordi-yu, men sizlarning ichingizda bo'lmaganimda paydo bo'lsa, har bir kishi chorasini o'zi ko'radi. Alloh o'zi har bir musulmonga madadkordir. Albatta, Dajjalning sochi jingalak, qo'ng'iroqdir. Ko'zi esa bo'rtib chiqqan, xuddi Abdul Uzzo ibn Qatonga o'xshaydi. Kim uni uchratib qolsa, Kahf surasini avvalgi oyatlaridan 10 oyat o'qisin. Albatta, Dajjal Shom bilan Iroq orasidan chiqib, o'ng va chap taraflariga fasod tarqatadi. Ey Allohning bandalari, dinlaringizda mustahkam bo'linglar, dedilar. Biz, "Ey Allohning rasuli, u yer yuzida qancha turadi?" desak, u zot, 40 kun turadi. Birinchi kuni 1 yil kabi, ikkinchi kuni 1 oy kabi, uchinchi kuni hafta kabi, qolgan kunlari sizlarning kunlaringiz kabidir, dedilar. Biz, "Ey Allohning rasuli, uning 1 yillik kunida bizning 1 kunlik namozimiz kifoya qiladimi?" desak, u zot, "Yo'q, kifoya qilmaydi. Sizlar o'z kunlaringizga teng keladigan bir muddatni taxmin qilib 5 vaqt namoz o'qiysizlar", dedilar. Biz, "U Dajjal yurishining tezligi qay darajada?" dedik. U zot, "Shamol uchirib yurgan bulut kabi yuradi. U bir qavm oldiga borib, ularni o'z yo'liga da'vat etadi. Qavm Dajjalga iymon keltirib, uning so'zlarini qabul qilishadi. Dajjal keyin osmonga hukm qiladi. Osmon ularga yomg'ir yog'diradi. Yerga hukm qiladi. Yer o'zida giyohlarni o'stiradi. Jonivorlar giyohlarni yeb, kechqurun qaytganida qomatlari baland, yelinlari sutga to'lgan va semirgan holda bo'ladi. Keyin Dajjal boshqa bir qavm huzuriga borib, ularni ham o'z yo'liga da'vat qiladi. Ular Dajjalning da'vatini qabul etishmaydi. Qabul etishmaganidan keyin yomg'ir yog'may, qahatchilik yetadi. Qo'llarida hech qanaqa boylik qolmaydi. So'ngra u bir xaroba yerga borib, u yerga, "Ey yer, ichingdagi xazinalarni chiqar", desa, xazinalar chiqib, xuddi asalari podshosi orqasidan ergashgani kabi Dajjalga ergashadi. Keyin yosh bir yigitni chaqirib, uni qilich bilan ikkiga bo'lib tashlaydi. Keyin o'lgan yigitni chaqirsa, o'sha yigit chehrasi ochiq, kulimsirab chiqadi. Dajjal shunday ishlarni qilib turganda, Alloh taolo Masih ibn Maryam, Iso alayhissalomni yuboradi. U zot Dimashq sharqidagi oq minoraga libos kiyib, 2 farishta qanotiga kaftlarini qo'yib tushadilar. Agar boshlarini engashtirsalar, suv ter oqadi. Agar boshlarini ko'tarsalar ham, marvarid donalari kabi suv oqadi. Biror kofirga u zotning nafaslari yetgudek bo'lsa, u darhol o'ladi. Endi nafaslari, nazarlari yetgan joygacha yetadi. Iso alayhissalom Dajjalni axtarib, Baytul Maqdis yaqinidagi Luddi degan shahardan topib qatl qiladilar. Keyin Iso alayhissalom Dajjal fitnasidan omon qolgan bir qavm huzuriga borib, xorigan yuzlariga shafqat qo'lini surtadilar va ularning jannatdagi joylari xabarini beradilar. Iso alayhissalom shundoq turganlarida Alloh taolo u zotga vahiy yuborib,
men shunday bir jamoani yer yuzida paydo qilamanki, ular bilan urushishga hech kimning kuchi yetmaydi. Shuning uchun siz musulmon bandalarimni Tur tog'iga olib boring, deydi. Keyin Alloh Yajuj va Majuj toifasini yuboradi. Ular har balandlikdan sel kabi tezlik bilan yer yuzida tarqalishadi. Ularning avvalgilari Tabariya nomli ko'lmak oldidan o'tib, suvning hammasini ichib ketishadi. Oxirgilari u ko'lmakda suv qolmaganini ko'rib, o'zi bu yerda biror marta suv bo'lganmi, deyishadi. Bu paytda Iso alayhissalom bilan ashablari bir tomonda yotishadi. Qiynalib ketishganidan birortalariga bitta ho'kiz boshi topilishi 100 dinordan yaxshidir. Allohning nabiysi Iso alayhissalom bilan ashablari Allohga yolborib, bu fojiadan xalos etishni so'rashadi. Alloh taolo duolarini ijobat qilib, ularga qurt balosini yuboradi. Barchalari bir daf'ada halok bo'lishadi. Keyin Allohning nabiysi Iso alayhissalom va u zotning ashablari tog'lardan yerga tushishadi. U yerda badbo'y hid tarqalmagan biror qari joy topa olishmaydi. Yana Allohning nabiysi Iso alayhissalom bilan ashablari Allohga yolborib, bu hidlar bartaraf bo'lishini so'rab duo qilishadi. Alloh taolo duolarini ijobat qilib, tuyaning bo'ynidek qushlarni yuboradi. Qushlar u qurtlarni olib, Alloh xohlagan tomonga eltib tashlaydi. Keyin Alloh taolo bir yomg'irni yuboradi. Yomg'ir biror uy yoki chayla qoldirmay oqizib ketadi. Hattoki yer tozalanganidan sirpanchiq bo'lib silliqlanadi. Keyin yerga mevalaringni hosilga kirgazib, barakalaringni ato et, deyiladi. Ana o'sha kunlarda bir dona anorga katta bir jamoa to'yib, po'stloqlarini soyabon qilishadi. Alloh sutlarga ham shu darajada baraka beradiki, bitta sutli tuya odamlarning katta bir jamoasiga kifoya qiladi. Va yana bitta sutli mol katta bir qabilaga kifoya qiladi. Sutli bir echki katta bir oilaga kifoya etadi. Ular shunaqa to'kinchilik bilan turishganda, Alloh taolo bir xushbo'y havo yuboradi. Havo ularning qo'ltig'i ostiga joylashib, ta'siri tufayli barcha mo'min va musulmonlar vafot etishadi. Yer yuzida faqat yomon kishilar qolishadi. Ularning erkaklari ayollar bilan xuddi eshaklar bir-biri bilan aloqa qilishgani kabi xotirjam bajaraverishadi. Ular shu holatda turishganda qiyomat qoyim bo'ladi, dedilar. Imom Muslim rivoyati. 1809-hadis. Ribi ibn Xirosh raziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Men Abu Mas'ud al-Ansoriy bilan birga Huzayfa ibn Yamon raziyallohu anhuni huzurlariga bordim. Abu Mas'ud Rasululloh sollallohu alayhi va sallamdan Dajjal haqida eshitganlaringni menga ham aytib bermaysanmi, dedi. U, albatta, Dajjal chiqqan paytda u bilan suv va olov bo'ladi. Ammo odamlarga olov bo'lib ko'rinayotgan narsa sovuq suvdir. Odamlarga sovuq suv bo'lib ko'rinayotgan narsa esa kuydirguvchi o'tdir. Bas, sizlardan kim o'shani topsa, o'ziga o't bo'lib ko'rinayotgan narsaga tushsin. Chunki u chuchuk va sovuq suvdir, dedilar. Muttafaqun alayh. Abu Mas'ud, men ham shuni eshitdim, dedi. 1810-hadis. Abdulloh ibn Amr ibn Os raziyallohu anhumodan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam, Dajjal bir kun kelib, ummatimda zohir bo'ladi va 40 kun, oy, yil turadi. Rovi, kunmi, oymi, yilmi, aniq bilmayman, dedi. Keyin Alloh taolo Iso ibn Maryamni yuboradi. U zot Dajjalni axtarib topib, uni qatl etadilar. Keyin odamlar 7 yil osoyishta yashashadi. Shu darajada tinch yashashganidan ikki kishi orasida adovat borligi uchramaydi. So'ngra Alloh taolo Shom tomonidan sovuq bir shamolni yuborib, uning asoratidan yer yuzida qalbida zarra miqdoricha yaxshilik yoki iymon bor kishi tirik qolmaydi.
agar o'sha yaxshi yoki iymonli kishi tog' bag'riga kirib ketsa ham, haligi shamol uning ortidan kirib o'ldirib chiqadi. Yer yuzida faqat yengil qushlar va beaql yirtqichlar kabi yomonga shoshuvchi razil kishilar qoladi. Ular na yaxshilikni taniydi va na yomonlikni inkor etadi. Shayton ularga bir suratda ko'rinib, "Sizlar so'zimga quloq solmayapsizlar", deydi. Ular, "Nimani buyurasan?" deyishadi. U butlarga ibodat qilishni buyuradi. Ular shayton aytganini qilishganidan keyin rizqlari mo'l-ko'l va hayotlari o'nglanadi. Keyin sur chalinadi. Uni eshitgan kimsaning bo'ynining bir tomoni moyil bo'lib, ikkinchi tomoni ko'tarilib qoladi. Bu surning ovozi birinchi bo'lib, tuyasi suv ichadigan havzaning isloh qilib turgan kishi eshitadi. Avval o'sha kishi o'ladi. Keyin atrofdagi kishilar o'la boshlaydi. So'ngra Alloh taolo shudring kabi mayda yomg'ir tushiradi. Yomg'ir ularning jasadlarini yetiltiradi. Keyin ikkinchi dafa sur chalinganda barcha haloyiq tirilib mashhargohni ko'rishadi. So'ngra, "Ey odamlar, Rabbilaringiz tomon kelinglar" degan ovoz bo'ladi. Va farishtalarga, "Ularni to'xtatinglar, chunki ular dunyo hayotida qilgan amallarini so'roq qilinadi" deb buyruq etiladi. Keyin yana, "Do'zaxga boradiganlarni ajratinglar" deb buyruq qilinadi. Farishtalar, "Qancha kishidan nechtasini ajratib olaylik?" deyishadi. Shunda, "Har 1000 tadan 999 tasini" deb javob qilinadi. Ana o'sha kunda qiyomat dahshatidan yosh bolalarning sochi oqarib ketadi. Ana o'sha kunda ishlarning asl haqiqati ochiladi, dedilar. Imom Muslim rivoyati. 1811-hadis. Anas radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Dajjal biror shahar qoldirmasdan suqilib kiradi. Faqat Makka bilan Madinaga kira olmaydi. Chunki bu ikki shaharning teshiklarida farishtalar saf bo'lib qo'riqlab turishadi. Dajjal Madina tashqarisidagi sho'r yerlarga yetganda, Madinada 3 bora yer silkinadi. U sababli Alloh taolo barcha kofir va munofiqlarni u yerdan chiqarib yuboradi, dedilar. Imom Muslim rivoyati. 1812-hadis. Yana u kishidan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Dajjolga Isfahon yahudiylaridan 70 mingga ergashadi. Ularning ustilarida yashil rangli maxsus kiyim bo'ladi, dedilar. Imom Muslim rivoyati. 1813-hadis. Ummu Sharik radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallamni odamlar Dajjoldan qo'rqib tog'larga qochib ketishadi deganlarini eshitdim. Imom Muslim rivoyati. 1814-hadis. Imron ibn Husayn radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni odam alayhi salom yaratilishi bilan qiyomat kuni oraligida Dajjoldan ko'ra kattaroq fitna bo'lmaydi deb aytganlarini eshitdim. Imom Muslim rivoyati. 1815-hadis. Abu Said Xudriy radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam Dajjal paydo bo'lganida mo'minlardan bir kishi u bilan ko'rishish maqsadida yo'lga chiqadi. Unga yetmasdan Dajjalning josuslari bilan uchrashib qoladi. Ular mo'minga "Qayoqqa ketishini qasd qilyapsan?" deyshadi. Mo'min "Yangi paydo bo'lganing huzuriga" deydi. Ular "O'sha sen Dajjal deb aytayotgan bizning Rabbimizdir. Sen bizning Rabbimizga iymon keltirmadingmi?" deyshadi. Mo'min "Bizning Rabbimiz maxfiy emasdir" deydi. Ular "O'ldiringlar" deyshadi. Shunda ba'zilariga "Rabbilaringiz o'zining iznisiz biror kishini o'ldirishidan man etmaganmi?" deyshadi-da, u mo'minni Dajjal huzuriga olib borishadi. Mo'min Dajjalni ko'rganda, "Ey odamlar, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam zikr etgan Dajjal mana shudir" deb xabar beradi. Dajjal "Buni tutib boshini yoringlar" deydi. Mo'min orqasi va qorniga qattiq zarb ila kaltaklanadi. Dajjal "Menga iymon keltirmaysanmi?" desa, mo'min "Sen o'sha yolg'onchi Dajjaldirsan" deydi. Keyin u mo'minni arralab bo'laklashni amr qiladi
va uning o'rtasidan arra tortib bo'lib tashlanadi. Hatto oyog'ini ham ikkiga bo'lib yuborishadi. So'ngra Dajjal ikkiga bo'lingan qism orasidan yurib unga "O'rningdan tur" deydi. Mo'min o'rnidan turadi. Dajjal "Endi menga iymon keltirasanmi?" desa, mo'min "Ishonchim ziyoda bo'ldiki, sen o'sha Dajjalsan. Ey odamlar, Dajjal menga qilgan qilig'ini boshqa hech kimga qila olmaydi" deydi. Dajjal mo'minni so'yish maqsadida ushlaganida Alloh taolo u mo'minni gardani bilan bo'yni orasini so'ya olmasligi uchun mislab qo'yadi. Dajjal uni so'yishga yo'l topa olmaydi. Yo'l topa olmaganidan keyin oyoq qo'lidan ushlab olovga uloqtiradi. Odamlar uni olovga tashlandi deb o'ylashadi. Aslida u jannatga tashlangan bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam "Mana shu kishi olamlar Rabbisi huzuridagi shahidlarning eng ulug' maqomidagisidir" dedilar. Imom Muslim rivoyati. Imom Buxoriy mana shu ma'nodagi hadisni ba'zisini rivoyat qilgan. 1816-hadis Mughira ibn Shu'ba radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamdan Dajjal haqida hech kim men so'ragan narsani so'ramagan. U zot menga "Undan senga nima zarar yetar ekan?" dedilar. "Uning tog'dek noni, bir anhor suvi bo'ladi deyishyapti" dedim. U zot "Allohning nazdida u bunga arzimaydi" dedilar. Muttafaqun alayh. 1817-hadis Anas radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam biror payg'ambar kelgan bo'lsa, albatta ummatini bir ko'zli yolg'onchi Dajjoldan ogohlantirgan. Ogoh bo'ling, Dajjol bir ko'zlidir. Robbilaringiz azza va jalla bir ko'zli emas. Dajjolning ikki ko'zi orasiga K, F, R harflari, ya'ni kofir bo'ldi deb yozib qo'yilgandir, dedilar. Muttafaqun alayh. 1818-hadis Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam "Sizlarga Dajjal haqida hech bir nabiy o'z qavmiga aytmagan gapni aytib beraymi? Uning bir ko'zi yo'q. U o'zi bilan jannat va do'zaxga o'xshash narsa olib keladi. Uning bu jannat deb aytayotgani do'zaxdir" deb aytdilar. Muttafaqun alayh. 1819-hadis Ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam bir kuni odamlar orasida Dajjal haqida gapira turib bunday dedilar: "Albatta, Alloh unday emas. Hoy, bilib qo'yinglar, albatta Masih Dajjolning o'ng ko'zi yo'qdir. Uning ko'zi xuddi bo'rtib chiqqan uzum donasiga o'xshaydi." Muttafaqun alayh. 1820-hadis Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam musulmonlar bilan yahudiylar urushmaguncha qiyomat qoyim bo'lmaydi. O'shanda yahudiylar tosh va daraxtlar orqasiga yashirinib oladi. Tosh va daraxtlar tilga kirib: "Ey musulmon, mana orqamda yahudiy turibdi, kelib uni o'ldirgin" deydi. Faqat G'arqat nomli daraxt chaqirmaydi, chunki u yahudiylarning daraxtidir, dedilar. Muttafaqun alayh. 1821-hadis yana u kishidan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam: "Mening jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, kishi qabr oldidan o'tib, unga yuzini surtib, koshki edi mana shu qabr ichida men bo'lsam deb aytmagunicha dunyo tamom bo'lmaydi." U kishi bu so'zlarni dindorligidan emas, balki har turli musibatlarga duchor bo'lganidan aytadi, dedilar. Muttafaqun alayh. 1822-hadis yana u kishidan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam: "Iroqdagi Furot daryosi ostidan tilla tog' topilib, uni deb odamlar urushmaguncha qiyomat qoyim bo'lmaydi va har 100 tadan 99 halok bo'lishadi. Ulardan har birlari koshki men unga erishsam deb umid qiladi", dedilar. Boshqa rivoyatda: "Yaqin kunlarda Furot daryosi ostidan tilla koni topiladi. Kim o'sha paytda hozir bo'lsa, undan biror narsa olmasin",
deb aytganlar. Muttafaqun alayh. 1823 hadis. Yana u kishidan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni Madinani eng yaxshi holida tashlab ketadilar. Unga faqat talabgorlar, rizq va omonlik talabidagi yirtqich hayvonlar va qushlarni nazarda tutmoqdalar. Kelishadi. Eng oxirgi hashr qilinadiganlar muzaynalik 2 cho'pondir. Ikkisi qo'ylarini haydab Madinani ko'zlab kelishadi va uni kimsasiz holda topishadi. Nihoyat Saniyatul Vadoga yetganlarida yuz tuban yiqilishadi. Muttafaqun alayh. Saniyatul Vado vidolashuv dovoni deganidir. U Madinadan Shom tarafga chiqish yo'lidagi tepalik. Yo'l dovon. Odatda madinaliklar o'zlarining biror yaqinlarini safariga kuzatib chiqadigan bo'lsa, u bilan shu yerda xayrlashishar edi. Shuning uchun bu joy mazkur nom bilan atalib qolgan. 1824-hadis. Abu Said Xudri radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam: "Zamon oxirlaganda shunday xalifalaringiz bo'ladiki, molni sanab o'tirmaydi, hovuchlab beradi", dedilar. Imom Muslim rivoyati. 1825-hadis. Abu Muso al-Ashari radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam: "Albatta, odamlarga bir zamon kelurki, unda bir kishi oltin sadaqa qilmoqchi bo'lib, aylanib yurib, uni oladigan biror kishini topmas. Yana erkaklar ozligi va ayollar ko'pligidan yolg'iz erkak ortidan 40 ta ayol ergashib quvib yururlar", dedilar. Imom Muslim rivoyati. 1826-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam: "Bir kishi birovning yerini sotib oldi. Sotib olgan kishi undan bir xum tilla topib oldi. Bu yerni sotib olgan kishi unga, sotganga: 'Tillangni ol, men sendan yer sotib olganman, tilla sotib olmaganman", deydi. Yer egasi esa: "Men senga yerga qo'shib undagi bor narsani sotganman", dedi. Keyin ikkovlari hukm chiqarib berishni so'rab bir kishining oldiga borishdi. Shunda hukm chiqaradigan kishi: "Bolangiz bormi?" dedi. Biri: "Mening o'g'lim bor", dedi. Ikkinchisi: "Meni qizim bor", dedi. U: "O'g'ilga qizni nikohlab beringlar, undan tilladan o'zlariga sarflanglar va sadaqa qilinglar", dedi. Muttafaqun alayh. Foyda: bu avvalgi ummatlar shariatidagi narsa bo'lib, bizning shariatimizga muvofiq emas. Bizning shariatimizda topib olingan narsalar haqidagi ma'lumot fiqh kitoblarida batafsil aytib qo'yilgan. 1827-hadis. Yana u kishidan rivoyat qilinadi. Bu kishi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni: "O'tgan zamonda 2 xotin bor edi. Ikkovining yosh go'dagi bo'lib, bo'ri kelib birini olib ketdi. Bir xotin: 'Bo'ri sening bolangni olib ketdi", dedi. Ikkinchi xotin: "Yo'q, sening bolangni olib ketdi", dedi. Ikkovlari kelisha olmasdan Davud alayhissalomni hakam qilishdi. Davud alayhissalom kattasining foydasiga hal qilib berdilar. 2 xotin ham tashqariga chiqishgan edi. Davud o'g'illari Sulaymon alayhissalomni uchratib, nima bo'lganini aytib berishdi. Sulaymon alayhissalom: "Pichoq olib kelinglar. Men uni 2ga bo'lib, ikkovingizga taqsimlab beraman", dedilar. Bu so'zni eshitib kichigi: "Unday qilmang. Alloh sizga rahm qilsin. Bu bola 12 bo'lsin", dedi. Sulaymon alayhissalom: "Bola shu kichik xotinga tegishli", deb hukm qildilar. Muttafaqun alayh. 1828-hadis. Mirdos al-Aslami radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam: "Solihlar birin-ketin o'tib ketishadi. Arpa yo xurmoning puchagiga o'xshash puch odamlar qoladi. Alloh ularga mutlaqo e'tibor bermaydi." Imom Buxoriy rivoyati. Foyda: solih zotlarning vafot etib kamayib borishlari ham qiyomat alomatlaridan biridir. 1829-hadis. Rifoa ibn Rofi az-Zuraqiy radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Jabroil alayhissalom Nabiy sallallohu alayhi va sallam huzurlariga kelib,
sizlar Badr g'azotida qatnashganlarni qanday mavqeda deb bilasizlar deganlarida u zot, biz ularni musulmonlarning eng afzali deb bilamiz dedilar. Yoki shunga o'xshash bir so'z aytdilar. Shunda Jabroil alayhissalom, biz ham Badr jangida ishtirok etgan farishtalarni eng afzalimiz deb bilamiz dedilar. Imom Buxoriy rivoyati. 1830-hadis. Ibn Umar raziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, Alloh biror qavmga azob tushirsa, bu azob u yerdagilarning hammasiga yetadi. Keyin qiyomatda amallariga ko'ra qayta tiriladilar dedilar. Muttafaqun alayh. Foyda: azob tushsa, yaxshi-yu yomonni halok qiladi. Lekin qiyomatda niyatlariga qarab, ya'ni yaxshi bo'lsa, yaxshilar qatorida, yomon bo'lsa, yomonlar qatorida tiriladi. Shuning uchun yomonlar bilan aralashib yurishdan ogohlantiriladi. 1831-hadis. Jobir raziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Bir xurmo g'olasi bor edi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam xutba payti borib, uning yonida turar edilar. U zotga minbar qo'yilganda, xurmo g'olasidan homilasi 10 oylik tuyalarning tovushlari kabi ovoz eshitdik. Nihoyat Nabiy sollallohu alayhi vasallam tushib, unga qo'llarini qo'ydilar. Shunda u to'xtadi. Boshqa rivoyatda, juma kuni Nabiy sollallohu alayhi vasallam minbarga o'tirdilar. Shunda u zot yonida turib, xutba qiladigan xurmo yog'ochi yorilib ketgudek bo'lib bo'kirdi. Yana boshqa rivoyatda, u yupantirilayotgan go'dakni ingrashidek ingray boshladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam tushib, uni ushladilar va bag'irlariga bosgandilar. U xuddi yosh go'dak kabi ingrab turgan joyida jim bo'lib tinchib qoldi. U zot o'zi eshitib yurgan zikr uchun yig'ladi dedilar. Imom Buxoriy rivoyati. 1832-hadis. Abu Salaba al-Xushani Jursum ibn Noshir raziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, albatta Alloh taolo farzlarini farz etdi. Ularni zoyi qilmanglar va hadlarni had qilib belgiladi. Undan o'tib ketmanglar. Bir qancha narsalarni harom qildi. Uni buzmanglar. Va unutmasdan sizlarga rahmat qilgan holda ko'p narsalarda sukut qildi. Sizlar u haqda bahs yuritmanglar dedilar. Hasan hadis bo'lib, Doraqutni va boshqalar rivoyat qilishdi. 1833-hadis. Abdulloh ibn Abu Afbo raziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Biz Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan 7 ta g'azotda birga qatnashdik. Unda chigirtka yedik. Boshqa rivoyatda, biz u zot bilan birga chigirtka yedik bo'lib kelgan. Muttafaqun alayh. 1834-hadis. Abu Hurayra raziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam, mo'min bir teshikdan 2 marta chaqilmaydi dedilar. Muttafaqun alayh. Foyda: mo'min kishi ehtiyotkor va fatonatli bo'lgani uchun 2 marta qoqilmaydi. 1835-hadis. Yana u kishidan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, qiyomat kuni Alloh taolo 3 toifa kishilar bilan gaplashmaydi, qaramaydi va poklamaydi ham. Hamda ular uchun alamli azob bordir. Bir kishi sahrodalik paytida ortiqcha suvi bo'lsa-yu, uni yo'lovchilarga bermasa, bir kishi asrdan keyin boshqa bir kishiga Alloh nomiga qasam ichib, bir narsa sotsa va shunchaga olganman desa va oluvchi sotuvchining gapini tasdiqlasa va holanki uning aksi bo'lib chiqsa, bir kishi bir imomga mol dunyoga erishish niyatida bay'at qilsa, agar imom mol dunyodan berib tursa, bay'atiga vafo qilib, agar bermasa, vafo qilmaydigan bo'lsa dedilar. Muttafaqun alayh. 1836-hadis. Abu Hurayra raziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam 2 puflashning orasi 40 dir dedilar. Dedi: "Ey Abu Hurayra, 40 kunmi?" deyishdi. "Bilmadim" dedi. "40 yilmi?" deyishdi. "Bilmadim" dedi. "40 oymi?" deyishdi.
Bilmadim dedi. Insonning biror narsasi yo'qki, chirib bitmasa. Faqat birgina suyak mustasno bo'lib, u ajbuz zanabdir. Qiyomat kuni xilqat o'shandan tarkib oladi. Keyin Alloh osmondan suv tushiradi. Shunda ular odamlar o't-o'lan kabi unib chiqishadi, dedilar. Muttafaqun alayh. Izoh: ajbuz zanab umurtqaning eng so'nggi pog'onasida, dumg'azida joylashgan sedanadek keladigan urug'. U insonning urug'i hisoblanadi. 1837-hadis. Yana u kishidan rivoyat qilinadi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam bir yig'inda odamlarga hadis aytayotganlarida bir arobiy kelib, "Soat, qiyomat qachon?" dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam so'zlarida davom etaverdilar. Ba'zi odamlar u zot uning gapini eshitdilar-u, yoqtirmadilar, deyishdi. Ba'zilari esa yo'q, eshitmadilar, deyishdi. U zot so'zlarini tugatgach, "Qiyomat haqida so'ragan qani?" dedilar. "Mana men, ey Allohning rasuli" dedi. "Qachon omonat zoyi qilinsa, qiyomatni kutaver", dedilar. "Uni zoyi qilish qanday bo'ladi?" dedi. "Qachon ish o'z ahlidan boshqasiga topshirilsa, qiyomatni kutaver", dedilar. Imom Buxoriy rivoyati. 1838-hadis. Yana u kishidan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: "Imomlar sizlarga namoz o'qib berishadi. To'g'ri o'qishsa, sizlarning foydangizga, xato qilishsa, sizlarning foydangizga, o'zlarining ziyonlariga", dedilar. Imom Buxoriy rivoyati. 1839-hadis. Yana u kishidan rivoyat qilinadi. "Siz odamlar uchun chiqarilgan eng yaxshi ummat bo'ldingiz. Odamlar uchun odamlarning eng yaxshisi bo'ldingiz. Ularni bo'yinlarida zanjiri bilan olib kelasiz. Nihoyat islomga kiradilar." Izoh: hatto bo'yniga zanjir solingan, ya'ni asir bo'lganlari ham sizlar tufayli musulmon bo'ladilar, deyilmoqchi. 1840-hadis. Yana u kishidan rivoyat qilinadi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam: "Jannatga zanjirband holda kiradigan qavmdan Alloh ajablandi", dedilar. Ikkovini Imom Buxoriy rivoyat qildi. Izoh: jannatga zanjirband kiradigan qavm deganda, kofirlarning qo'liga asir tushib qolib, halok bo'lgan musulmonlar yoki Badr jangida kofir holida asir tushib, zanjirband bo'lgan, keyin islomga, ya'ni jannatga kirganlar nazarda tutilgan. Ajablanish fe'li Alloh taologa nisbatan ishlatilganda hayratda qolish emas, qiziq sanab xushnud bo'lish ma'nosi tushuniladi. Bunda Alloh taoloning o'ziga xos bir sifatini ifodalashda, insonlarga tushuntirish, ularning zehnlariga yaqin keltirish uchun ajablanish so'zi ishlatilgan bo'ladi. 1841-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam: "Allohga eng mahbub yurtlar masjidlardir. Allohning eng ko'p g'azabiga uchragan yurtlar bozorlardir", dedilar. Imom Muslim rivoyati. Foyda: chunki masjidlarda qalblar taskin topuvchi va Allohning roziligiga eltuvchi zikrlar, namoz hamda Qur'on tilovati kabi amallar bo'ladi. Bozorlarda esa Allohning zikridan g'aflat, aldov, yolg'on, firib va yolg'on qasam kabi shaytonning buyruqlari amalga oshiriladi. 1842-hadis. Salmon Forsiy roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Bu kishi: "Agar qodir bo'lsang, aslo bozorga avvalgilardan bo'lib kiruvchi va oxirgilardan bo'lib chiquvchi bo'lma. Chunki bozor shaytonning jang ma'rakasidir. U bozorga bayrog'ini o'rnatadi", dedilar. Imom Muslim rivoyati. Imom Barqoniy Sahihida Salmondan keltirgan rivoyatida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: "Sen bozorga avvalgilardan bo'lib kiruvchi va oxirgilardan bo'lib chiquvchi bo'lma. Chunki shayton bozorga tuxum qo'yib, o'sha yerda jo'ja ochadi", dedilar. Foyda: shayton bozorga tuxum qo'yib, o'sha yerda jo'ja ochadi degan so'z kinoya bo'lib, bozorlar aslida gunoh, fisq va fujur va aldovlar makonidir. Shayton mana shunday razolatga buyurib, vasvasaga soladi.
hamda ana shunday yomon ishlarni bolalatib yuboradi. 1843 Osim al-Ahval Abdulloh ibn Sarjis raziyallohu anhudan rivoyat qiladilar. Men Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga: "Ey Allohning rasuli, Alloh gunohlaringizni kechirsin" desam, u zot: "Sening ham gunohlaringni kechirsin" dedilar. Osim Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sizning gunohingizni kechirishini so'radilarmi desa, Abdulloh: "Ha, sizning ham gunohingizni kechirishini so'radilar" deb quyidagi oyatni tilovat qildi. Ey Muhammad, o'z gunohingiz uchun hamda mo'minalarning gunohlari uchun mag'firat so'rang. Imom Muslim rivoyati. 1844-hadis Abu Mas'ud al-Ansori raziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: "Albatta, odamlarga yetib kelgan nubuvat so'zlaridan biri, agar hayo qilmasang, xohlaganingni qilaver degan gapdir" dedilar. Imom Buxoriy rivoyati. 1845-hadis Ibn Mas'ud raziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam: "Qiyomat kuni odamlar orasida birinchi hukm qilinadigan narsa nohaq to'kilgan qon xususida bo'ladi" dedilar. Muttafaqun alayh. 1846-hadis Oysha raziyallohu anhodan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: "Farishtalar nurdan yaratilgan, jinlar esa alanga, olovdan yaratilgan. Odamni esa sizlarga avval vasf qilinganidek sopol kabi qurigan qora loydan yaratilgan" dedilar. Imom Muslim rivoyati. 1847-hadis yana u kishi raziyallohu anhodan rivoyat qilinadi. Allohning nabiysi sallallohu alayhi vasallamning xulqlari Qur'on edi dedilar. Imom Muslim rivoyati. 1848-hadis yana u kishi raziyallohu anhodan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: "Kim Allohga yo'liqishni yaxshi ko'rsa, Alloh ham unga yo'liqishni yaxshi ko'radi. Kim Allohga yo'liqishni yomon ko'rsa, Alloh ham unga yo'liqishni yomon ko'radi" deganlarida men: "Ey Allohning rasuli, Allohga yo'liqish deganda biz o'limni tushunamiz. Biz barchamiz o'limni yomon ko'ramiz. Endi o'sha o'limni yomon ko'rishimiz Allohga yo'liqishni yomon ko'rishni anglatadimi?" desam, u zot: "Unday emas. Chunki mo'min kishiga qachon Allohning rahmati, roziligi va jannatini bashorat etilsa, u kishi Allohga yo'liqishni hamda Alloh ham unga yo'liqishni yaxshi ko'radi. Kofir kimsaga Allohning azobi va g'azabining xabari berilsa, Allohga yo'liqishni hamda Alloh ham unga yo'liqishni yomon ko'radi" dedilar. Imom Muslim rivoyati. 1849-hadis Ummul Mo'minin Sofiya binti Huyay raziyallohu anhodan rivoyat qilinadi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam e'tikofda o'tirgan edilar. Kechasi u zotni ziyorat qilishga keldim va u zot bilan gaplashdim. Keyin ortimga qaytdim. U zot meni kuzatib qo'yish uchun birga turdilar. Shu payt ansorlar raziyallohu anhumodan 2 kishi oramizdan o'tib qoldi. Nabiy sollallohu alayhi vasallamni ko'rib tezlab ketishdi. Shunda Nabiy sollallohu alayhi vasallam: "Shoshmanglar, axir bu Safiya bint Huyay" dedilar. Ular: "Subhanalloh, ey Allohning rasuli" deyishdi. U zot: "Shayton insonning qon yurar joyida yuradi. Men qalbingizda shayton biror yomonlik yoki narsa solib qo'yishidan qo'rqdim" dedilar. Muttafaqun alayh. 1850-hadis Abul Fazl Abbos ibn Abdul Muttalib raziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Hunayn kuni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan birga edim. Abu Sufyon ibn Xoris ibn Abdul Muttalib bilan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan ajramay birga yurdik. U zot esa oq xachirlarida edilar. Musulmonlar bilan mushriklar to'qnashganda, musulmonlar orqaga chekina boshlashdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam esa xachirlarini dushman tomonga unday boshladilar. Uzoqlashib ketmasligi uchun xachirlari jilovidan ushlab turardim. Abu Sufyon esa o'zangidan tutib turardi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: "Ey Abbos, Samura ashoblarini, ya'ni Hudaybiya voqeasida Samura daraxti ostida bay'at qilgan sahobalarni chaqir" dedilar. Ibn Abbos ovozi baland kishi edi.
U kishi baland ovozda, Samura daraxti ostida bay'at qilganlar qayerda? desam, Alloh nomiga qasamki, ular bu so'zni eshitgan paytlarida xuddi mol bolalari ovozini eshitganda burilgani kabi burilib, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam taraflariga labbay, labbay deb kela boshlab, kofirlar bilan urusha boshladilar. Ansoriylarning chaqirig'i esa, ey ansoniylar jamoasi, ey ansoniylar jamoasi tarzida edi. Urushga chorlash chaqirig'i oxiri Xoris ibn Hazraj qabilasiga kelib to'xtadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xachirlari ustida turib, urush bo'layotgan tomonga cho'zilib qaragan holda, mana urush eng qizg'in pallaga kirdi, dedilar. Keyin bir nechta mayda toshlarni olib, kofirlarga qarab otdilar va Muhammadning Rabbisi nomiga qasamki, u kofirlar yengildi, dedilar. Urush bo'layotgan tomonga borib qarasam, u avvalgi holatidek davom etayotgan edi. Alloh nomiga qasamki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mayda toshlarni otishlari bilan dushmanning tig'i o'tmaslashib, ishlari orqaga keta boshladi. Imom Muslim rivoyati. 1851-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, ey insonlar, albatta Alloh taolo pokdir va pok narsalarnigina qabul qiladi. Albatta Alloh taolo payg'ambarlariga nimani buyursa, mo'minlarga ham o'sha narsani buyurdi. Alloh taolo dedi, yuborgan barcha payg'ambarlarimizga shunday dedik: ey payg'ambarlar, halol, pok taomlardan yenglar va yaxshi amallar qilinglar. Boshqa oyatda, ey mo'minlar, sizlarga rizq qilib berganimiz pokiza narsalardan yenglar deb aytgan, dedilar. Keyin yana kishini zikr qildilar. U uzoq safarlarga chiqib, sochi to'zigan, yuzlari tuproq, qo'lini osmonga ko'tarib, ey Rabbim, ey Rabbim deydi. Vaholanki uning ovqati harom, ichimligi harom va kiyimi harom bo'lib, haromdan oziqlanadi-da, qandoq qilib bu odamning duosi qabul bo'lsin, dedilar. Imom Muslim rivoyati. 1852-hadis. Yana u kishidan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, Alloh qiyomat kuni 3 toifa kishilar bilan gaplashmaydi, poklamaydi, ularga rahmat nazari ila qaramaydi ham, hamda ular uchun alamli azob bordir. Zinokor qariya, yolg'onchi podshoh va kambag'al mutakabbir deb aytdilar. Imom Muslim rivoyati. 1853-hadis. Yana u kishi raziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, Sayxun, Jayxun, Furot, Nil barchasi jannat anhorlaridandir, dedilar. Imom Muslim rivoyati. Foyda: Sayxun va Jayxun Amudaryo va Sirdaryo suvlaridir. Jannat anhorlari deyilishiga sabab uning suvi toza va atrofida islom keng tarqalishidir deyishgan. Imom Suyuti, balki haqiqatda unda jannat moddalari bordir deb aytganlar. Lekin bularning barchasining haqiqatini yolg'iz Alloh bilur. 1854-hadis. Yana u kishi raziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mening qo'limdan ushlab, Alloh taolo tuproqni shanba kuni yaratdi, tog'larni yakshanba kuni, daraxtlarni dushanba kuni, yomon narsalarni seshanba kuni, nurni chorshanba kuni, o'rmalab yuruvchi narsalarni payshanba kuni, odam alayhissalomni juma kuni asrdan keyin barcha maxluqlarni yaratib bo'lib, kunduzining oxirida asr bilan kechqurun orasida yaratgandir, dedilar. Imom Muslim rivoyati. 1855-hadis. Abu Sulaymon Xolid ibn Valid raziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Mut'a kuni qo'limdagi 9 ta qilich sinib tugadi. Qo'limda Yaman shamshirigina qoldi. Imom Buxoriy rivoyati. 1856-hadis. Amr ibn Os raziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Bu kishi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni hukm qiluvchi hukm qilayotganda ijtihod qilib to'g'ri topsa, unga 2 ajr bordir. Hukm qilganda ijtihod qilib xato qilsa,
unga bir ajr bordir, deb aytganlarini eshitdi. Muttafaqun alayh. 1857 hadis. Oysha roziyallohu anhodan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam isitma jahannam taftidandir. Shu bois uni suv bilan sovitinglar, deb aytdilar. Muttafaqun alayh. 1858 hadis. Yana u kishi roziyallohu anhodan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam kim vafot etsa-yu, uning zimmasida ro'za qazosi bo'lsa, yaqinlari o'sha ro'zani tutsin, dedilar. Muttafaqun alayh. Foyda: bu hadisdan o'lgan kishi uchun uning yaqinlari qazo ro'zasini tutib berishi joizligi tushuniladi. Yaqinlari merosxo'rlar yoki merosxo'r bo'lmaganlar hamdir. 1859 hadis. Avf ibn Malik ibn Tufayl roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Abdulloh ibn Zubayr roziyallohu anhuning oldi sotdi yoki berilgan tortiq xususida Allohga qasamki, yo Oysha bas qiladi yoki men uni tasarrufdan to'sib qo'yaman degani Oyshaga yetkazildi. Shunda Oysha, u shunday dedimi? dedi. Ha deyishdi. Alloh uchun zimmamga nazr bo'lsinki, Ibn Zubayrga zinhor gapirmayman, dedi. Araz cho'zilib ketgach, Ibn Zubayr unga vositachi qo'ydi. Shunda Oysha, yo'q, Allohga qasamki, uni deb kelgan vositachilarni aslo qabul qilmayman ham, nazarimni buzmayman ham, dedi. Bu hol cho'zilib ketgach, Ibn Zubayr Misvar ibn Mahrama bilan Abdurrahmon ibn Asvad ibn Abduyag'uz bilan gaplashib, Alloh haqqi yolvoraman, meni Oyshaning huzuriga olib kirsalaringizchi, axir men bilan qarindoshlik rishtalarini uzishni nazr qilishi unga halol bo'lmaydi-ku, dedi. Misvar bilan Abdurrahmon kelib, assalomu alayka va rahmatullohi va barakatuhu. Kiraveraylikmi? deb Oyshadan kirishga izn so'rashdi. Oysha, kiringlar, dedi. Hammamizmi? deyishdi. U Ibn Zubayr ham borligini bilmay, ha, hammanglar kiringlar, dedi. Ular kirishgach, Ibn Zubayr parda ortiga o'tib, Oyshani quchoqlab, yolvorib yig'lay boshladi. Misvar va Abdurrahmon ham Oyshadan Ibn Zubayrga gapirishini va kechirimini qabul qilishini yolvora ketishdi. Ular, o'zingiz yaxshi bilasiz, Nabiy sallallohu alayhi va sallam arazlashdan qaytarganlar. Chunki musulmon kishiga birodari bilan 3 kundan ortiq arazlashib yurish halol emas, deyishardi. Oyshaga nasihat qilib, hadeb qistayverishgach, u nazrini eslatib, men nazr qilganman, nazrni buzish esa yomon, deya yig'lab yubordi. Ikkovi shunday turavergach, nihoyat Oyshaning o'zi Ibn Zubayrga gapirdi va o'sha nazri uchun 40 ta qulni ozod qildi. Keyinchalik ham u nazrini yodga olib yig'lar, hatto ko'z yoshlari ro'molini ho'l qilib yuborar edi. Imom Buxoriy rivoyati. 1860 hadis. Uqba ibn Omir roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Uhud qurbonlariga 8 yildan keyin xuddi tiriklar va o'liklar bilan vidolashayotgan odamdek janoza o'qidilar. Keyin minbarga chiqib, men oldingizdagi faratman. Men sizlarga guvohman. Albatta sizlarga va'da qilingan joy Havzdir. Men mana shu turgan joyimdan uni ko'rib turibman. Men sizlarning mushrik bo'lib ketishingizdan qo'rqmayman, lekin sizlar uchun dunyodan qo'rqaman. Unda kim o'zar o'ynab ketishingizdan, dedilar. Va mening Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga so'nggi bor qarashim bo'ldi. Muttafaqun alayh. Boshqa rivoyatda, lekin dunyo ustida kim o'zar o'ynab ketishingizdan va oldingi ummatlar kabi uni deb urushib halok bo'lishingiz qo'rqitadi, deganlar. Uqba, bu mening Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga so'nggi bor qarashim bo'ldi, dedi. Yana boshqa rivoyatda, men sizlarni kutib oluvchingiz va guvoh bo'luvchingizdirman. Alloh nomiga qasamki, men hozir havzimni ko'ryapman. Menga yer xazinalari kalitlari yoki yer kalitlari berildi. Alloh nomiga qasam,
mendan keyin sizlar mushrik bo'lib ketishingizdan qo'rqmayman, lekin sizlar mol dunyoda kim o'zar o'ynab musobaqa qilishingizdan qo'rqaman, dedilar. Izoh: farad deb suv yoki manziliga hammadan oldin borib hozirlik ko'rib turadigan kishiga aytiladi. 1861-hadis. Abu Zayd Amr ibn Axtab al-Ansoriy radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam bizga bomdod namozini o'qib minbarga ko'tarildilar va xutba aytdilar. Hatto peshin bo'ldi. Keyin tushib peshin namozini o'qidilar. So'ngra minbarga ko'tarilib xutba aytdilar. Hatto asr bo'lib qoldi. Keyin tushib asr namozini o'qidilar. So'ngra minbarga ko'tarilib quyosh botguncha xutba aytdilar. U xutbalarida bo'lib o'tgan va kelgusida bo'ladigan ishlarning xabarini berdilar. Kim o'sha xutbadan ko'p yod olgan bo'lsa, ichimizda bilimdonrog'imizdir, dedilar. Imom Muslim rivoyati. 1862-hadis. Oysha radhiyallohu anhodan rivoyat qilinadi. Nabiy sollallohu alayhi va sallam: kim Allohga toatni nazr qilgan bo'lsa, unga toat qilsin. Lekin kim unga osiy bo'lishni nazr qilgan bo'lsa, unga osiy bo'lmasin, dedilar. Imom Buxoriy rivoyati. 1863-hadis. Ummu Sharik radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam unga kaltakesaklarni o'ldirishni buyurdilar. Muttafaqun alayh. 1864-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam: kim kaltakesakni bir urishda o'ldirsa, unga buncha savob. Kim uni 2 urishda o'ldirsa, unga buncha savob, birinchidan ozroq. Kim uni 3 urishda o'ldirsa, unga buncha savob, dedilar. Boshqa rivoyatda, kim kaltakesakni bir zarbada o'ldirsa, unga 100 ta savob yoziladi. Ikkinchisida undan ozroq savob yoziladi. Uchinchisida esa ikkinchisidan ozroq savob yoziladi. Imom Muslim rivoyati. 1865-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam aytdilar: bir kishi men albatta biror narsa sadaqa qilaman, dedi-da, sadaqasini olib chiqib, bilmay uni bir o'g'rining qo'liga berib qo'ydi. Tong otganda o'g'riga sadaqa berilibdi deb gapirishdi. U esa: Allohim, o'zingga hamd bo'lsin. Men albatta yana biror sadaqa qilaman, dedi. Sadaqasini olib chiqib, bilmay uni bir zinokor ayolning qo'liga berib qo'ydi. Tong otganda bu kecha zinokor ayolga sadaqa berilibdi deb gapirishdi. U esa: Allohim, zinokor ayolga bo'lsa-da, sadaqa qilganim uchun o'zingga hamd bo'lsin. Men albatta yana biror narsa sadaqa qilaman, dedi. Sadaqasini olib chiqib, bilmay uni boyning qo'liga berib qo'ydi. Tong otganda boyga sadaqa berilibdi deb gapirishdi. U esa: Allohim, o'g'ri uchun ham, zinokor ayol uchun ham, boy uchun ham o'zingga hamd bo'lsin, dedi. Uni keltirib shunday dedilar: o'g'riga qilgan sadaqangga kelsak, shoyat u bu bilan o'g'rilikdan toyilsa. Zinokor ayolga kelsak, shoyat u zinosidan tiyilsa. Boyga kelsak, shoyat u ibrat olib, Alloh unga bergan narsadan infoq qilsa. Imom Buxoriy rivoyatidagi lafz. Imom Muslim shu ma'noda rivoyat qilgan. 1866-hadis. Yana u kishidan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam bilan birga ziyofatga chaqirilgan edik. U zotga qo'l qismi uzatildi. U zotga shu yoqardi. Go'shtdan bir tishlam tishladilar-da, men qiyomat kuni insonlarning sayyidiman. Bu nimadanligini bilasizlarmi? Avvalgi va oxirgi insonlar bir sayxonlikda jamlanishadiki, ko'z ularni qamrab oladi. Jarchi ularga eshittira oladi. Quyosh yaqinlashadi. Odamlarga toqatlari yetmaydigan, ko'tara olmaydigan g'am tashvish yetadi. Odamlar: sizlarga nimalar yetganini ko'rmaysizlarmi? Robbingiz oldida sizlarni kim shafoat qiladi? Qaramaysizlarmi? deyishadi.
Shunda odamlar bir-biriga: "Sizlar odam oldiga borishingiz kerak", deyishadi. Ular odam alayhissalomga kelib: "Siz bashariyat otasisiz. Sizni Alloh o'z qo'li bilan yaratgan. Sizga o'z ruhidan puflagan, farishtalarga buyurgan. Ular sizga sajda qilishgan. Bizni Rabbingiz oldida shafoat qiling. Nima ahvoldaligimizni ko'rmayapsizmi? Bizlarga nimalar yetganini ko'rmayapsizmi?" deyishadi. Odam alayhissalom: "Bugun Rabbim shunday g'azablanganki, avval ham bunday g'azablanmagan, keyin ham hargiz bunday g'azablanmaydi. U meni daraxt mevasini yeyishdan qaytargan edi, men unga osiy bo'ldim. O'zim bilan o'zimman. Mendan boshqaning oldiga boringlar. Nuhning oldiga boringlar-chi", deydi. Ular Nuhning oldiga kelib: "Ey Nuh, siz yer yuzi ahliga yuborilgan birinchi rasulsiz. Alloh sizni ko'p shukr qiluvchi banda deb atagan. Rabbingiz oldida bizni shafoat qiling. Nima ahvoldaligimizni ko'rmayapsizmi?" deyishadi. U: "Rabbim azza va jalla bugun shunday g'azablanganki, avval ham bunday g'azablanmagan, keyin ham hargiz bunday g'azablanmaydi. O'zi birgina mustajob duoyim bor edi. Unda qavmimni doibat qilib bo'lganman. O'zim bilan o'zimman. Mendan boshqaning oldiga boringlar. Ibrohimning oldiga boringlar-chi", deydi. Ular Ibrohimning oldiga borib: "Ey Ibrohim, siz Allohning nabiysi va yer ahlidan tanlangan xalilisiz. Rabbingiz oldida bizni shafoat qiling. Nima ahvoldaligimizni ko'rmayapsizmi?" deyishadi. U ularga: "Rabbim bugun shunday g'azablanganki, avval ham bunday g'azablanmagan, keyin ham hargiz bunday g'azablanmaydi. Men 3 marta yolg'on gapirib, o'zim bilan o'zimman. Mendan boshqaning oldiga boringlar. Musoning oldiga boringlar-chi", deydi. Ular Musoning oldiga kelib: "Ey Muso, siz Allohning rasulisiz. Alloh sizni o'z risolati va kalomi bilan odamlardan afzal qilgan. Robbingiz oldida bizni shafoat qiling. Nima ahvoldaligimizni ko'rmayapsizmi?" deyishadi. U: "Rabbim bugun shunday g'azablanganki, avval ham bunday g'azablanmagan, keyin ham hargiz bunday g'azablanmaydi. Men bir jonni o'ldirganman. Uni o'ldirishga buyurilmagan edim. O'zim bilan o'zimman. Mendan boshqaning oldiga boringlar. Isoning oldiga boringlar-chi", deydi. Ular Isoning oldiga kelib: "Ey Iso, siz Allohning rasulisiz. Maryamga ilqo qilgan kalimasiz. O'zidan bir ruhsiz. Beshikda chaqaloqligingizdayoq odamlarga gapirgansiz. Rabbingiz oldida bizni shafoat qiling. Nima ahvoldaligimizni ko'rmayapsizmi?" deyishadi. U: "Rabbim bugun shunday g'azablanganki, avval ham bunday g'azablanmagan, keyin ham hargiz bunday g'azablanmaydi. Biror gunohni zikr qilmadilar. O'zim bilan o'zimman. Mendan boshqaning oldiga boringlar. Muhammad sollallohu alayhi va sallamning oldiga boringlar-chi", deydi. Boshqa rivoyatda ular Muhammad sollallohu alayhi va sallamning oldiga kelib: "Ey Muhammad, siz Allohning rasulisiz, nabiylarning xotimisiz. Alloh sizning oldingi va keyingi gunohlaringizni mag'firat qilib qo'ygan. Robbingiz oldida bizni shafoat qiling. Nima ahvoldaligimizni ko'rmayapsizmi?" deyishadi. Shunda men yurib arshning ostiga boraman. Rabbim azza va jallaga sajda qilgan holda yiqilaman. Keyin Alloh o'z sha'nidagi mendan oldin hech kimga ilhom qilmagan maqtovlar va go'zal sanolarni menga ilhom qiladi. Shunda: "Ey Muhammad, boshingni ko'tar, so'ra, senga ato etiladi. Shafoat qil, shafoating qabul qilinadi", deyiladi. Men boshimni ko'tarib: "Ummatim, ey Robbim, ummatim, ey Robbim, ummatim, ey Robbim", deyman. Shunda: "Ey Muhammad, ummatlaringdan bo'ynida hisob kitobi bo'lmaganlarini jannat darvozalarining o'ng darvozasidan kiritgin", deyiladi. Holbuki ular jannatning boshqa darvozalarida ham odamlarga sherikdirlar. So'ngra jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, jannat darvozasining 2 tabaqasining orasi Makka bilan Hajar yoki Makka bilan Busro orasichadir", dedilar.
Muttafaqun alayh. 1867-hadis. Ibn Abbos radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Ibrohim alayhissalom Ismoilning onasi bilan farzandi Ismoilni olib keldi. Onasi uni emizar edi. Hatto baytning yoniga, ulkan daraxt oldiga, masjidning tepa tomonidagi Zamzamning ustiga qo'ydi. U paytlar Makkada na biror odam va na suv bor edi. Ikkovlarini o'sha yerda qoldirib, oldilariga bir xalta xurmo hamda bir suvdonda suv qo'ydi. Ibrohim yo'lga tushmoqchi bo'lib, ortiga burilganda, Ismoilning onasi ergashib, "Ey Ibrohim, bizlarni na inson, na biron narsa bor bu vodiyga tashlab, qayerga ketyapsiz?" dedi. U buni bir necha marta aytdi. Ibrohim esa nima deyishni bilmay, unga qaramay turib qoldi. Hojar unga, "Buni sizga Alloh buyurdimi?" dedi. U, "Ha" dedi. Hojar, "U holda u zot bizni tashlab qo'ymaydi" deb ortiga qaytdi. Ibrohim yo'lga tushdi. Nihoyat ular ko'rmaydigan joyga, dovonga yetganida bayt tomonga yuzlandi. Keyin qo'lini ko'tarib, mana bu so'zlarni aytib duo qildi. Rabbimiz, haqiqatda men o'z zurriyotimni Baytul Haromning yoniga, giyohsiz vodiyga joylashtirdim. Namozni to'kis ado etishlari uchun Rabbimiz, o'zing odamlardan ba'zilari qalbini ularga talpinadigan qilgin va ularni mevalardan rizqlantirgin, shoyat shukr qilsalar. Ismoilning onasi Ismoilni emizib, haligi suvdan icha boshladi. Nihoyat suvdondagi suv tugagach, chanqay boshladi. O'g'li ham chanqadi. Hojar uning buralayotganini yoki o'zini yerga urayotganini ko'rib, qarab turishga chiday olmay, yura boshladi. Safoning o'sha yerda o'ziga eng yaqin tog' ekanini ko'rib, uning ustiga chiqib turdi. Keyin biror kishini ko'rib qolarmikinman deb vodiyga qaradi. Hech kim ko'rinmadi. Safodan tushdi. Nihoyat vodiyga yetganida ko'ylagi etagini ko'tardi-da, og'ir ahvolga tushgan inson yugurishidek yugura boshladi. Hatto vodiydan o'tib ketdi. Marvaga kelib, uning ustiga chiqib turdi va biror kishi ko'rinib qolarmikin deb qaradi. Hech kim ko'rinmadi. 7 marta shunday qildi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam odamlarning shu ikkisi Safo, Marva orasida say qilishlari shundan degan edilar. Marvaning ustiga chiqqanda bir ovoz eshitildi. O'ziga o'zi "Kim tur?" dedi-da, quloq tutdi. Yana eshitdi. "Eshittirib bo'lding. Agar senda biror yordam bo'lsa", dedi. Qarasa, Zamzamning o'rnida farishta turibdi. U tovoni bilan yoki qanoti bilan kovladi. Nihoyat suv chiqdi. Hojar buni qo'li bilan mana bunday qilib hovuz qila boshladi. So'ngra suvdoniga suvdan hovuchlab quya boshladi. Har hovuchlab olganidan keyin u otilib chiqar edi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam, Alloh Ismoilning onasini rahmatiga olsin, Zamzamni qo'yib berganida edi yoki suvdan hovuchlab olmaganida edi, Zamzam oqar buloq bo'lar edi degan edilar. U suvdan ichdi va bolasini emizdi. Farishta unga, halok bo'lishdan qo'rqmanglar, chunki mana shu yerda Allohning uyi bo'ladi. Uni shu bola bilan otasi quradi. Albatta, Alloh uning ahlini halok qilmaydi, dedi. Bayt yerdan ko'tarilgan, xuddi tepalik kabi edi. Sellar oqib, uning o'ngi va chapini yuvib ketar edi. U ana shu ahvolda ekan, ular oldiga Jurhumdan yo'lovchilar yoki Jurhumdan bir oila qado yo'lidan kelib qolishdi va Makkaning etagiga tushishdi. Ular aylanayotgan qushni ko'rib, bu qush suv ustida aylanyapti. Aniq bilamizki, bu vodiyda suv yo'q, deyishdi. Bir yoki 2 chopar yuborishdi. Qarashsa, suv. Ortga qaytib, ular yoningga tushishimizga izn berasanmi, deyishdi. U, "Ha, lekin suvda sizlarning haqqingiz yo'q", dedi. Ular "Xo'p", deyishdi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam Ismoilning onasi uns ulfat istab turganida u kishi uni uchratdi deganlar. Ular shu yerda qolib, o'z ahllariga odam yuborishdi. Ular ham bular bilan birga tushishdi.
Nihoyat bu yerda ulardan oilalar paydo bo'ldi. Bola ulg'ayib, ulardan arabchani o'rgandi. Ulg'ayganda ularni o'ziga rom qildi va uni yoqtirib qolishdi. U voyaga yetgach, uni o'zlaridan bir ayolga uylab qo'yishdi. Keyinroq Ismoilning onasi vafot etdi. Ismoil uylangach, Ibrohim ko'rgani kelib, Ismoilni topmadi. U uylangan kelindan uni so'radi. U biz uchun rizq izlab chiqib ketgan, dedi. Keyin undan tirikchilik va hol ahvolini so'ragan edi. Biz yomon ahvoldamiz. Kun kechirish og'ir, deb unga shikoyat qildi. U, ering kelsa, unga salom ayt. Unga aytkinki, eshigi ostonasini o'zgartirsin, dedi. Ismoil kelgach, nimanidir sezgandek bo'ldi. Oldingizga biror kishi keldimi? dedi u. Ha, shunday bir chol keldi. Bizdan sen haqingda so'ragan edi, unga aytdim. Tirikchiligimiz qandayligi haqida so'ragan edi, mashaqqat va qiyinchilikda ekanimizni aytdim, dedi. Senga biror tavsiya aytdimi? dedi. U, ha, senga salom aytishimni buyurdi va aytdiki, eshigi ostonasini o'zgartirsin, dedi. O'sha mening otam. Menga sendan ajralishni buyuribdilar. Ahlingga boraver, dedi-da, uni taloq qildi va boshqa bir ayolga uylandi. Ibrohim ulardan uzoqda, Alloh xohlagancha yurdi. Keyin oldilariga kelib, yana uni topmadi. Yangi kelinni oldiga kirib, undan so'radi. Biz uchun rizq izlab chiqib ketgan, dedi u. O'zlaring qalaysizlar, deb undan tirikchilik va hol ahvollari haqida so'radi. U, biz yaxshilik va kengchilikdamiz, dedi va Allohga hamd va sano aytdi. Yeguligingiz nima? dedi. Go'sht, dedi. Ichimligingiz nima? dedi. Suv, dedi. Allohim, ular uchun go'shtga ham, suvga ham baraka ber, dedi. Nabiy sollallohu alayhi va sallam, o'sha kunda ularda don yo'q edi. Agar bo'lganida, ular uchun unga ham duo qilgan bo'lar edi, deganlar. Shu bois Makkadan boshqa yerda biror kishi faqat shu ikkisini, go'sht va suvni yesa, bular unga mijoziga to'g'ri kelmaydi. Ering kelsa unga salom ayt va unga buyurki, eshigining ostonasini mahkam qilsin, dedi. Ismoil kelgach, oldingizga biror kishi keldimi, dedi. Ayoli, ha, oldimizga bir xushsurat chol keldi. Ya'ni uni maqtadi. Mendan sen haqingda so'radi. Yana mendan tirikchiligimiz haqida so'ragan edi, unga yaxshilikda ekanimizni aytdim, dedi. Senga biror tavsiya aytdimi? dedi. U, ha, salom aytdi va eshigingni ostonasini mahkam qilishni buyurdi, dedi. O'sha mening otam. Ostona sensan. Menga seni mahkam tutishimni buyuribdilar, dedi u. Keyin Ibrohim ulardan uzoqda, Alloh xohlagancha yurib, yana qaytib keldilar. Ismoil Zamzam yaqinidagi ulkan daraxt oldida o'qini uchlayotgan edi. Uni ko'rgach, o'rnidan turdi. Ikkovlari ota-bolaga, bola otaga qiladigan muomalani qilishdi. So'ngra, ey Ismoil, Alloh menga bir ish buyurdi, dedi. U, Rabbingiz buyurganini qiling, dedi. Menga yordam berasanmi? dedi. Sizga yordam beraman, dedi. U bir baland qum tepaga, uning tepalikning atrofiga ishora qilib, Alloh menga mana shu yerga bir uy qurishni buyurdi, dedi. O'shanda baytning poydevorlarini ko'tarishdi. Ismoil tosh keltirar, Ibrohim binoni qurar edi. Oxiri bino ko'tarilgach, Ismoil mana bu toshni olib kelib, uning uchun qo'yib berdi. Ibrohim o'sha tosh ustida turib qurar edi. Ismoil unga toshni olib berib turar edi. Ikkovlari ham, Rabbimiz bizlardan qabul et. Albatta, sen o'ta eshituvchi, o'ta bilguvchisan, deyishar edi. Boshqa rivoyatda Ibrohim alayhissalom Ismoil va Ismoilning onasini olib yo'lga chiqdilar. Yonlarida bir eski mesh bo'lib, ichida suv bor edi. Ismoilning onasi eski meshdan suv ichar ekan, Makkaga kirib kelgunicha bolasiga suti yetib turdi. Ibrohim uni bir ulkan daraxt tagiga qo'yib, iziga qaytdi. Ismoilning onasi uning ortidan yurib borib, kadoga yetganlarida, "Ey Ibrohim, bizni kimga tashlab ketyapsiz?" dedi. "Allohga", dedi. "Allohga rozi bo'ldim", dedi u.
Keyin qaytib keldi. U eski meshdan suv ichar va suti bolasiga yetib turar edi. Nihoyat suv tugagach, borib qaraychi, birortasini toparmikanman dedi-da, borib Safoga chiqib qaradi. Qarab hech kimni topmadi. Vodiyga yetganida yugurdi va Marvaga keldi. Buni bir necha marotaba qildi. So'ng borib qaraychi, nima qilyapti ekan dedi. Bolani nazarda tutyapti va borib qaradi. Ko'rsaki, u o'sha ahvolda, xuddi o'lim oldidan hiqillayotgandek edi. Ko'ngli bo'lmay, borib qaraychi, biror kishini toparmikinman dedi-da, yana Safoga chiqib qaradi. Qaradi-yu, hech kimni topa olmadi. 7 marta shunday qildi. So'ng borib qaraychi, nima qilyapti ekan dedi. To'satdan bir ovoz tuyib, unga, agar senda biror yaxshilik bo'lsa, yordam ber, dedi. Qarasa, Jabroil ekan. U tovoni bilan ishora qilib, orqasidagi yerga imo qildi. Birdan suv otilib chiqdi. Ismoilning onasi dahshatga tushib, hovuchlarini to'ldira boshladi. Bularni Imom Buxoriy rivoyat qildi. Kado, Makkadagi yuqori Dovon qirg'og'idagi tog'. Ba'zan mazkur dovonning o'zi ham shu nom bilan nomlangan. Maqom toshi, Maqomi Ibrohim toshi. Bu tosh hozir ham bor. Ka'baning yaqinida maxsus shisha idishda saqlanadi. Unda Ibrohim alayhissalomning oyoq izlari ham bor. 1868-hadis. Said ibn Zayd radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni yer osti qo'ziqorini man Bani Isroil holvasining bir turidir va uning suvi ko'zga shifodir, dedilar. Muttafaqun alayh.